Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va bizning kanalimizni kuzatib kelayotgan Afzalbek 24 YouTube ixlosmandlari, ijtimoiy tarmoq ixlosmandlari. Azizlar, bugun o'zim chiroyli bir kontent video tayyorlamoqchiman. Xudo xohlasa, kichkina chavoq taylash uchun yangi bir chiroyli havzani ochib tayyorladim. Bu hali tayyor bo'lib turibdi. Qozilgan inshaalloh Xorazmdan O'zbekiston Surxondaryoga yo'lga chiqish arafasida bo'lib turibdi. Bugun sizlarga bitta chiroyli kontent video qo'yaman. Belamur talistolib balig'i kelyapti, lichinka chavog'i. Bugun sizlarga bitta cho'tka video tayyorlayman. Havzani uzunligi necha metrga taylanyapti, chuqurligi qancha, barchasini aytib o'tib ketaman. Qisqa video qilamiz. İnşallah qisqa video bo'lsa ham manfaatli video bo'ladi. Kuzatishdan oldin bittadan like da bosib qo'yamiz. Kanalimizda yangilar albatta like tugmani, obuna bosib qo'yamiz. Biz unda videorolikni boshlaymiz. Azizlar, mana ko'ringan havzamiz. Bu havza uzunligi 50 metrga 10 uzunluğu 50 metre, yeni gidip bir 10 metreler var. 10 metrege 50 metre. Bu havzamızın çukurluğu mana bu joylar odamni ko'kragidan keladi. Naryoq esa narigi taraflar tizzadan o'tadigan chuqurlik. Bunga xudo xohlasa amur tashlamoqchimiz. Amur chavog'ini. Azizlar, bu havzamizga esa talistolib balig'ini olib tashlamoqchiman. Hozir bugun shuni shilanka qo'yib, suvini quritib, buni ham nol qilib, ichida mikrob, qumursqalarni o'ldirish uchun ohaklamoqchiman. O'shaning uchun bu ham suv quriydi. Bunga ham bir ozroqgina ohak sebib, ichidagi qumursqalar, mollyuskalarni o'ldirish uchun ichiga ohak sepamiz. Bu esa belamur taylash uchun qilingan havza. Aytilganidek eni 50 metr, uzunligi 50 metr, eni 10 metrlikdagi havzamiz. Azizlar, inshaalloh bu balig'imizni kattaytiramiz. Oluvchilar bo'lsa, oldindan mana shu hozirdan videorolikga telefon raqamlari bog'lab ketamiz. Bizda o'zimizda Telegram gruppalarimiz ham bor. Surxondaryo baliqchilari deb Telegramga yozsalaringiz chiqib keladi. O'sha Telegram gruppalarimizga ham obuna bo'lib qo'ysalaringiz, Telegram gruppamizda ham yoritib boraveramiz. Do'stlar, mana buni endi talistolib taylanadigan havzamiz. Buning uzunligi 20 metr. 20 metrdan bo'lmasa ham 15 metr, eni 6 metrdagi havza bu ham. Buni ham quritib, ichidagi qumursqalarni o'ldirib, ohaklab, bu ham shu qurg'oq holatga kelib turadi. Ichidagi qumursqalar o'lgandan keyin bunga sekin-astalik bilan suv taylatamiz. Sekin-astalik bilan suv taylatganimizdan keyin olib kelib baliq topib tashlaymiz. Bunga talistolib, bu katta havzamizga belamur. Kim belamur olaman desa, belamur ham bor. Talistolib deganlarga talistolibdan ham qilib boramiz. Bizni kuzatuvchilarimizga. Azizlar, bizda Surxondaryodan bo'lib kuzatayotganlar bo'lsa, mana shu videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib, iloji boricha ko'proq tarqatib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Bu videolarimiz manfaatli video bo'lyapti. Bo'lishga ham qaror qildik. Inshaalloh bu video manfaatli video bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, baliqchi akalarimizga tashlab qo'yasizlar. Baliq olaman deb izlayverganlarga ham mana shu video manfaatli video bo'ladi. Chunki bugun o'zimni baliqxonamdan tayyorlayapman. Baliqxonamdan tayyorlayapman. Obunachilarimga, kuzatuvchilarimga qiziq bo'lsin deb yangilikni berib o'tib ketyapman. Azizlar, bu aytilganimizdek, voya ham aytib o'tib ketdim. Bunga talistolib baliq tashlanadi.
Bunga esa belamur chavog'i tashlanadi. Hozir bu ham qurish holatiga kelib qolgan. Mana suv shu aytganimizdek shungacha edi. Asta sekinlik bilan quriyapti. Bunga ham olib kelib ohak sepamiz. Suv qurigandan keyin sal qurg'oq holatga keladi. Ohak sepamiz. Yaxshi qurg'oq holatiga kelgandan keyin sekin suvni taylatamiz. Suvga suvning holati shu tepalikcha shakara qarovgacha boradi. Undan tepa bo'lib ketmaydi. Keyin suv taylatishimizdan oldin azizlar eng yaxshi bir g'oyani aytib ketmoqchiman. Bu yerga o'zimizga mos bo'lgan turbani qo'yamiz. Turbani bilsalaringiz kerak, qumursqa o'tib ketmasligi uchun tegirmon setka desak hamma biladi. Bu yoqdan kirgan joyga boshiga tegirmon setka qo'yiladi. Обязательно qo'ymasak, kelayotgan qumursqa, kelayotgan gamboz, kelayotgan baliqlar o'tib ketishi mumkin. O'tib ketdi degani bu balig'imizni yeb qo'ydi degani. Bitta ham baliq qolmaydi. Shuning uchun обязательно kirayotgan joyga tegirmon setka qo'yamiz. Qo'ymasak bo'lmaydi. Qo'ysak, inshaalloh ko'limiz, balig'imiz ko'ngildagidek bo'lib kataradi. Azar endi bunga ham, buning mana kelib turibdi shilankamiz, turba. Buning uchiga ham mana shu uchga ham aytilgandek tegirmon setka ham bunga ham qo'yiladi. Bunga ham qo'ymasak bo'lmaydi. Bunga ham mollyuskalar, gambozlar va xishnik baliqlar o'tib ketib, tashlagan balig'imizni yeb qo'yishligi mumkin. Keyin sekin-sekin astalik bilan partiya o'tib ketavergandan keyin hamma biladi. Baliqlarni xishlikka bo'lgan chayka degan hayvon qush ovlamasligi uchun baliqni sekin-sekin kattarib boshlagandan keyin o'rtasiga 4 steka qog'ib, hamma biladi, palatka, yashil palatka tepa navislarga tortiladigan o'shandan qoqmoqchimiz. Qushlar kelaverdi degandan tagiga kirib olib so'yalaydi. Ham soya, ham pana. Azizlar, barchaga shu qiziq video bo'ldi. Kimda-kim videomizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Videomizda kamchilik ham bo'lmagandir va videomiz sizlarga manfaatli video bo'lgandir. Videomizni shu joyda yakun yasaymiz. Inshaalloh yana bitta yangiligimiz Xorazmdan kelayotgan payti to'kilayotgan jarayonlarini albatta обязательно chiqarib o'taman. Sizlardan iltimos, mana shu videoga like bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar bo'lsa, obuna bosib baliqchi akalarimizga ham tashlab qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni asrangizlar. Rahmat, kelasi videolarimizda ko'rishguncha deymiz. Rahmat.